$1000. Qancha bu? Bir oyda bitadi. Kvadratda 1 kvadrat santimetrda 100 ta tugundan 2500 ta tugungacha yilon to'qiladi. 1 yil to'qiladi ya. 1 yil ekan, bittasimi? Bittasi 1 yil to'qiladi ya. Bitta odam 1 yil to'qiydi. Endi buni katta yilon qilib solib Katta bo'lsa kattaroq, qimmatroq bo'ladi. Bitta mana shu $3,5 ekanda. Do'ppilar qanchadan? bu qancha dedingiz sigaretasi? Qancha ipak ingichkalashgan sari qimmatlaveradi. Bu do'ppilar qancha so'mdan? 200 ming. Mana bunda 1 kvadrat santimetrda 240 ta tugun soni bor. Mana. İstanbul. Bu qancha turadi? Ha? Buni hisoblash kerak. Bu ham boradi, 2000 dan boradi. Mana jun aralashgani bor. Eron gilon bozorini tasvirlangan. Mana shu $1,5 ming. Bunga jun aralashgan. O'shani hisoblagan. Sotilib turadimi? Ha? Sotilib turadimi? Ha. $1,5 ismi şunu. Şeyden çıkarıp deniz şunu. Bu jun aralashgani tezroq o'qiladi. İpak'ın gözü. İpakda o'zi qancha Praktik dönedi ya. Buradan masa çevirdik dönedi ya. Bir yandan bir tomondan to'q ko'rinar, bir tomondan och ko'rinadi. Tayyor mahsulot ham bor, metrajligi ham bor. Metrini olib borsam o'sib ko'radi. Qo'lda qilingan uchun hammasi qimmat ekan. Qo'l mehnat ekanda. Bular qaziyotgan olgan. Tariflar bor, sutkalar, xalatlar. Ana ketadi.